Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ma'lum birining uy elish uchun bir qancha kishidan guvohchi qilib olgan qarzi bor edi. Endi pulni zakotdan ko'tarib o'tishimizni talab qilyotidi. Mustaqil ikki qavatlik bag'voraliq uy. Turkiya sharoitida o'ziga yetib eshib qoladigan qimmatga ega uyi bir dönam yeri bor. Bu holda qarzni zakotdan ko'tarib olsak to'g'ri bo'lamdi. Bu kishi o'zi zakot va fitr pul bo'lsa, menga bersanglar deb so'ragan edi. Ammo biz sal ikkilanib qoldik. Qanday qilsak bo'ladi? Qo'lida uydan boshqa pul bo'lmag'achqa zakot durustmi yoki alohida esil uyda o'ltirib olib zakot so'rashi boshqalardan foydalanganlik bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bu kishi ikki qavatlik bag'voraliq uy bilan bir dönam yerini setib, qarzni to'lishi va eshib qolgan pulga kichikroq uy setib olib o'ltirishi yoki uy kelmasa ijaraga o'ltirish kerak. Bu ahvoldagi kishiga zakot yoki fitr pul durust kelmaydi. Qarznimi zakotdan to'lib o'tishga bo'lmaydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.